Alloh subhanahu va taolo aytibdiki, ya ibadi, ey bandalarim deyapti. Innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar. Men sizlarni bilaman. Ertalabda ham, kechda ham xato qilasizlar. Gunoh qilasizlar. Va ana aghfiru-zunuba jami'a. Men sizlarning hammalaringning gunohlaringni kechirib yuboraman deyapti Alloh taolo. Ma lam yakun shirk. Amalning ichida shirk bo'lmaydigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo gunohlarni kechiradi. Ey bandam deyapti. Agar sen olib kelgan gunoh ananas sama degan yer yuzlarini to'ldirganidan so'ng osmonlarga ko'tarilib keladigan bo'lsa, men seni shu yer yuzini to'ldirib tavba bilan, mag'firat bilan o'zim to'sib olaman. Gunohlaringni hammasini kechiraman dedi. So'z qayerda? Biz hurmatli jamoat duo qilaylik. Alloh subhanahu va taolodan so'raylik. Kechirishligini so'raylik. Bo'lib ham roza oyida, bo'lib ham rozani oyatlarida Alloh subhanahu va taolo aytibdiki, va ila sa'alaka ibadi. Meni bandalarim deyapti bular. Bular meni bandalarim. Men haqimda so'rashsa, ujibu da'vatad da'i idza da'an. Duo qiladigan qo'lini ko'tarib duo qiladigan bo'lsa, men albatta duolarni ijobat qilaman deyapti.